To'g'ri lokatsiyaga kelganmiz, okey. Joyini qarang, terrasani qarang, mana shu yerda toza havoda kofe ichib, choy ichib o'tirsangiz, Uchtepa 24-kvartal, Uchtepa Garden жилой kompleksga kelganmiz. 5-6 etaj dupleks sotuvga qo'yilyapti. 5 ta xona, 2 ta sanuzeli bor ekan, 100 kvadrat metr. Podyezdni tepasini ham qo'shib olishgan ekan, 15-20 kvadrat metr chiqadi deyaptilar. Общий hisoblaganingizda 115-120 kvadrat metr chiqyapti. Uyni billa obzor qilib chiqamiz, qani ketdi. Kirish eshigimiz bo'ladi. Xo'p, bu yoq mana spalnya, bu yoqda hojatxona joylashtirilgan. Bu yog'imizda zal, mebel texnika barchasi qoladi. Konditsioner, televizorlargacha qo'yishgan. Bu yoqda oshxonamiz. Odan dupleks 2-etajga chiqamiz. 2-etajga chiqib kelar ekanmiz, men vashi maza qildim. Chapda detskiy xona. 2-xonamiz ham mana kattalar uchun yoki detskiy televizorlari, konditsionerlari bor. Terrasaga chiqsa bo'ladi. Bu yoqdan ham terrasaga chiqsa bo'ladi. Bu yog'imiz mana hojatxona, sanuzeli bilan. Bu faya, xo'p, kattagina. Orqamda yana bitta detskiy xona bor. Bu podyezdni tepasi qo'shib olingan joy bo'ladi. Mana terrasasi 3x7 ekan uzunligi. Tashqarini bitta ko'ringlar. Mana o'ralgan territoriya bo'ladi. Bu yoqda bola uchun mana plashatkalar bor. Atrof ko'rasizlar, stankaga ham mashina qo'yishgan bemalol joy. Atrof dom bilan o'ralgan, juda ham chiroyli manzara. Akalar, uyimizning startiy narxini $155,000 deyapti. Yana kelishda beriladigan joy bor. Men pastda qiziqqan uchun egalari raqamini qoldiraman.